Ajdodam Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ravzalariga kirib mazaq chiqasmi? Hammaga nasib qilavermaydi deb his qilish. Allohim hammaga jamiki musulmonlarga nasib qilsin. Allohga rahmat bersin. Yetdiz oxiri. Yetdim Allohga. Niyatim yetdim Allohga. Maza qiladi odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Allohim izniyle shabotlariga munosiblarimiz bu dargohlarga kelolmagan ketgan. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Duo qilib qo'ying shu yerda. Amin, amin, amin. Kelolmagan odamlar hammasi shu dunyoda yashab turgan hammasi Muhammad payg'ambarimiz Alloh uyiga kelganda hammasi nasib qilsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Rizo bo'lsin. Yurakdan chiqqan duo inshaalloh ijobat bo'ladi. Bu qalbdagi gaplar. Buni mino pulga vaqt kelganda olamiz. Sababi Allohimni yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqiqiy yaxshi ko'rgan ummatlaridan faqat bu qalbidagi ko'z yoshlar chiqadi. Og'izda aytamiz-yu, yo Rasululloh, sizni ota-onamizdan, farzandlarimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rdik deb. Lekin shunga munosib yashashimiz kerak. Sunnatlarini uyg'otib, ulardan kafsar suvlarni ichishga munosib bo'lishimiz kerak. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Madina Munavvaraga kelib, tez kunlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salomlar aytish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.